Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Juda ko'p bugungi kunda ommalashib ketgan grijani massaj bilan davolasa bo'ladimi? Ya'ni manualniy terapiya, kastopraf, har xil turlar ko'payib ketgan. Tabiblar deydi. Maslahatim, chunki orqa fonda ko'rinmay qoladigan narsalar juda ko'p. Bemorlar kelishadi, massajga borgan, kastoprafga borgan, belini cho'zdirgan, oyog'idan ostirgan, yurolmay qolgan, oyog'i ishlamay qolib, siyishda, ya'ni malitazida muammolar bo'lib, kavda ikki o'yna deydi. Siyishda muammolar bo'lib kelgan bemorlar rosa ko'p. Buni xalq bo'lib tabibga boryapti, mana yaxshi bo'lib ketyapti. Reklamalarga ishonish kerak emas. U ko'pchiligida shunaqa tayyorlangan reklama. U siz ko'rayotgan reklamadagi bemorlar, u realniy bemor bo'lmaydi ko'pchiligi. Maslahatim, agar sizda muammo bo'lsa, grija bilan bog'liq, to'g'ri tabibga bormasdan, ya'ni o'zizni sog'lig'ingizga o'ziz qayg'urmasangiz, sizga hech kim qayg'urmaydi. Birinchi o'rinda u boradigan tabiblaringizda uni o'quv, ya'ni mutaxassisligi yo'q, MRTni o'qishni bilmaydi. Ba'zi manual terapevtlar bor, MRTni o'qishni biladigan, ko'rib turib sizda bu yordam beradimi yo'q birdan aytadi. Lekin ko'pchiligi MRTni o'qishni bilmaydi. Sizda nima muammo ketayotganini ham bilmaydi. Ya'ni sizda nervingiz qattiq ezilib qolgan bo'lsa, massaj qilaman deb, oyog'ingizni cho'zaman, belingizni burayman deb nervingizni o'ldirib qo'yishi mumkin. O'sha uchun ehtiyot bo'lish kerak. Maslahatim, birinchi vrachga uchrash kerak. To'g'ri, vrachlarni ham hammasini ko'p aytishi mumkin. Odamlarda shunaqa tushuncha bor, vrachga borsam faqat operatsiya qilish kerak deb aytadi deb. Unaqa emas. Operatsiya qachon qilinadi? Faqat ko'rsatma bo'lsagina operatsiya qilinadi. Masalan, menda ham juda ko'p bemorlar hatto operatsiya qildiraman deb keladi. MRTni ko'rganda ko'rsatma yo'qmi? Ya'ni operatsiyasiz davolash imkoniyati ko'proqmi? Unda operatsiyasiz qilinadi. Operatsiya qachon qilinadi? Bemorda operatsiyaga mutlaq ko'rsatma bor. Nevrologik muammolar boshlangan, yurishga qiynalyapti, uzoq masofaga yurolmayapti. Shunaqa holatda operatsiya qilish kerak, chunki boshqa variant qolmaydi. Qilinmasa nerv funksiyasini yo'qotishi mumkin. Operatsiya qilinmaydigan holatlarda unda grijabni boyagi massaj qilib, qanaqadir molotok bilan urish, belni cho'zganda u chiqqan grija orqaga qaytib ketib qolmaydi yoki so'rilib ketmaydi. Organizmni o'zi, immun tizimi uni yo'qotishi mumkin ko'p hollarda. Mana ko'p hollarda grija chiqadi, bemorlar yuradi, lecheniya oladi. Bir xillarga borsam, men grijani so'riltirib beraman, mana bunaqa lecheniya bo'ladi deb. Unaqa lecheniyaning o'zi yo'q. Lecheniyalar faqat shishlarni, отекlarni yo'qotishga, og'riqlarni qoldirishga yordam beradi. Faqat organizmni o'zigina uni grijani yemirib yo'qotishi mumkin. Shunaqa xususiyati bor organizm. Hammada bel og'ridi degani, oyoq og'ridi degani, hammada grija bor degani ham emas. Kimdir beli og'rib qolibdi, men tabibga borib yaxshi bo'libdi, men ham boraman degani bu siz ham yaxshi bo'lasiz degani emas. U tanishingiz bilan sizni muammongiz bir xil degani ham emas. Chunki shuncha vaqt necha minglab bemor ko'rgan bo'lsam, birortasini muammosi bir-biriga o'xshamaydi. Qaysidir joyda farq qiladigan joy bo'ladi. 1000 ta odamda grija bo'lsa, 1000 tasi ham bir xil degani emas. O'sha uchun unaqa holatlarga ishonmasdan, birinchi o'rinda aniq diagnoz qo'yish kerak. Masalan, men o'zim ham ba'zida manual terapevtlarga jo'natishim mumkin. Ya'ni yaxshi qiladigan, MRTni o'qishni biladigan manual terapevtlarga. Agar sizda belingizda og'riq faqat bo'lsa, mushaklarning rastashkasi yetishmasa, uzoq o'tirsangiz, harakat yetarli bo'lmasa, shunaqa holat kuzatilishi mumkin. Shunaqa holatdagina manual terapevtga borsangiz yordam beradi. Sizda realniy muammo bo'lib turganda manual terapevtga borsangiz, sizga naborat muammo tug'dirishi mumkin. Maslahatim, unaqa qilmaganingiz yaxshiroq.